Hürmetli televizor kögüçüler, naq maydandaki tomoshabinlar. Hozir ko'rdiğininglar Şinjan televiziya stansiya Xuyu madaniyat taqitish cheklik şirkati bilan Albidor madaniyat media cheklik şirkati birlashib yangidan yo'l qo'ygan nutq so'zlash tipidagi programma ular shundoq deydi. Biz bu programmamizda har soha har kasbda o'ziniki hayotida muvaffaqiyat qozongan shaxslarni taklif qilib ularningki hayot kechirmishlari, tajribalari va yangi qimmat qarashlarini so'zlash orqali jamiyatga yangi aktiv energiya taqatmoqchi. Bugungi bosh qahramonimiz bo'lsa, hammamizga tanishlik bo'lgan, butkul jamiyatda ta'sir paydo qilgan Bug'do doktorxonasiningki qurg'uvchisi va shundaqla mas'uli Erkin Hoshim apandim. O ilgari keyin bo'lib, Şinjan bo'yicha ko'zga ko'ringan 10 munavvar yosh. Abdunum rayon bo'yicha tunji navbat iglik tiklagan 100 yosh cho'lpon. Urumchi shahar bo'yicha tunji navbatlik 10 munavvar iglik tiklash cho'lponi. Mamlakat bo'yicha xodimlarga ko'ngil bilgan munavvar korxonachi. Mamlakat bo'yicha erlik-shunoslik sog'lomlik bilimlarini umumlashtirishdagi 10 cho'ng mutaxassis qatorliq sharaflarga erishgan. Erlik sog'lomligining kapolati, bozor egiligi va zamonaviy doktorxona boshqarish, jinsiyat va ruhiyat qatorliq kitoblarni yozib nashr qildirgan. Jonghua erlik-shunoslik jurnali qatorliq nopozliq jurnallarda 20 parchadan ortiq ilmiy maqolasi e'lon qilingan. Mana bu kishi erlik-shunoslik sohasida hammamizga tanishlik bo'lgan, mamlakat ichi va xalqarada zo'r olqishga va e'tirof qilishga erishgan faxrli o'g'lonimiz Erkin Hoshim. Erkinka, aldı bilan sizniki bugungi bizning programmamizga qadam tashrif qilganligingizga rahmat aytamiz. Shuning bilan birga sizniki necha 10 yillardan beri bizniki jamiyatimizga bo'libmi boya aytgandek bizniki intayin muhim soha bo'lgan, bo'libmi tibbiy sohadagi nuqtaliq sohada bizning jamiyatimizga qo'shgan to'hfangizga rahmat aytamiz. Shuning bilan birga hozirgi biz sizniki ahvolingizdan bir qisqa xabarda bo'lsak, hozir Bug'do doktorxonasining ko'lami qanchalik bo'ldi, qanchalik odam bor, bu haqda bir uchur bergan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli naq maydondagi do'stlar, televizor oldidagi yoshlar. Men oldi bilan shunday bir fursatda do'stlar bilan hayot masalalari haqida suhbatlashadigan, so'zlashadigan, fikrlashadigan fursatning bo'lganidan intayin xushalman. Shunday bir suhbat orqali do'stlarimizga biroz aktiv energiya bera olsak, biroz bir taklif maslahat fikrlar bera olsak, biz vaqtimizni bekor o'tkazmagan bo'lamiz. Bug'do doktorxonasi bugungi kunda Abdunum rayon tavasida bir bosh organ, 6 tarmoq doktorxona, bir tadqiqot o'rni bo'lib, 400 ga yaqin axlatli xodimlar ishlaydigan ko'payish sistemasida shu ilmiy tadqiqot, klinik mulozimati qatorliq taraflarda shu bemorlarimizning ehtiyojini qondirib, her saha adamlarınki tegishlik e'tirof qilishiga erishib, shu Abdunum rayon tavasida o'ziga kuchlik ta'sir doirasi va bir fuqaroviy davolash korxonasiga aylandi. Necha yillar oldin sizning kitobingizni o'qigandim, ya'ni jinsiyat va ruhiyat degan kitobingiz. Bizning jamiyatimizda cho'qim Freudga o'xshash odamlar chiqish kerak. Chunki ma'lum bir insonlar to'pidagi yoki ma'lum jamiyatdagi mohiyatlik masalalarni tadqiq qiladigan odamlar o'tirib chiqish kerak. Shu jinsiyat bilan ruhiyat o'tirishki mohiyatlik munosabatga bo'lgan tonuşunuz bugün bağansır iş büroduğu değil mi? Şundaqa. Ben Ali mektepte o'qiyotgan vaqtlarda şu cinsiyat sohasiga qiziqqan bo'lg'achqa, shu jihatdagi tadqiqot va klinik davolash jarayonida oldingilarningki mamlakat ichi sirtidagi shu sohadagi olimlarningki qoldirib qo'ygan shu natijalar asosida davomli holda bizningki guruhdagi sabdoshlar bilan birlikda tadqiq qilib, insoniyatningki shu jinsiyat psixikasining o'ziga xos qonuniyati borligini, mavjudotlarning hammasining o'ziga tushliq bir mavjudlik qonuniyati bo'ldi. Shuningga o'xshash insonning ichki qismidagi psixik holatning, harakatning, shundaqla endi aytgan vaqtda jinsiyat psixikasining o'ziga tushliq harakat qonuniyati bo'lganligini bayqab bu nazariyani o'tirib qo'ydik. Davomli holda buni isbotlash yo'lida ilgarilayapmiz va shu qonuniyat asosida biz o'tirib qo'ygan davolash tartiblari bugungi kunda ijodiy holda mamlakat ichi sirtidagi mutaxassislarning e'tirof qilishiga erishib, o'ziga tushliq yaxshi bo'lgan davolash unumini ko'rsatdi. Oldin nutqingizni bir anglasak. Men bugun o'zini tonish va hayot degan shunday temada o'zimning ko'z qarashimni ko'pchiliklar o'rtoqlashib o'tmoqchi.
Мен баллық вақтымда аздыр көптір şiir qo'shoqlarni to'qib ketdim. Saboqdoshlarim, muallimlarim meni cho'ng'oz shoir bo'ldi deb maqtab ketadi. Shuning bilan men Pushkinga o'xshash dunyoga dog'liq shoir bo'lishga bel bog'lagan. Bel bog'laganlar emas. Toki tuluqsizni bitkazgicha gumon qilmagan. Men shunaqa bo'lma deb o'ylagan. Tuluq o'tirib chiqqan vaqtda men matematika jihatdagi biroz ortiqchiligim tufaylidan Xolodinga o'xshash matematika olim bo'lishga bel bog'ladim. Oliy maktab imtihon berdigan vaqtda oilamizdagilarning tavsiyasiga asosan men doktorlik yo'lini tanladim. Oliy maktabning o'rta qismiga kelgan vaqtda men cho'nqur o'ylanish orqali erlikshunoslikdan iborat mushu kasbni o'zimning umrlik tirishchanlik yo'li qilishga bel bog'ladim. Bog' doktorxonasining qurilishi va taraqqiyoti meni asta-asta korxona boshqarish jihatda bilim olishga, o'rganishga undidi. Bugungi kunda korxona boshqarish bo'libmi hozirgi zamon doktorxonachiligini boshqarish jihatda tirishchanlik ko'rsatyapman. Men bugungacha o'zimning besib o'tgan yo'limdan mamnun. Qancha natija qozondim uni bilmayman. Boydiga deb o'tganga o'xshash, qozongan natijam nihoyat oz, bundan yaxshiroq bo'lsa deb o'ylayman. Agar men bugungacha o'zimning besib o'tgan yo'limdan mamnun yoki vaqtimni bekor o'tkazmadim deb qarayman deb qarasam, buning asosliq sababini har qanday vaqtda, har qanday hayot bo'ligida o'zimga nisbatan aniq bir tonishimning bo'lganligidan deb qarayman. Tuluqsotda o'tirdim burun men shoirda. Men bütün shoir bo'lishga oid barliq tirishchanliklarni ko'rsatdim. Tuluq o'tir maktabda men matematika olimi. Shuning uchun men matematika olim bo'lish uchun tirishchanlik ko'rsatdim. Oliy maktab bitirgandan keyin men taqsimot bo'yicha Optimum rayonlik xalq doktorxonasiga bilingan. Xalq doktorxonasi shu vaqtda tasdiqirdigan idora edi. Ammo idora meni o'z ehtiyoji bo'yicha rentgen bo'limiga bo'lib qo'ygan bo'lg'ashqa, men u yerdan chiqib Optimum rayonlik pilonlik tug'ut texnik yetaklash o'rniga berib oldim. Ishkirdiki, Beijing tibbiy universitet maktabni bitirgan bir o'quvchiga nisbatan rost gapni deganda, shu vaqtlarda bu idora tozima tushmaydigan bir idora edi. Atrofimdagi hech kim meni qo'llamagan. Ammo bugungi kunda mening sabdoshlarim, urug' tuqqanlarim mening hayot yo'limda ozdir ko'pdir natija qozonganligimni e'tirof qilaqliq. Mening atrofimda biz bilan birga cho'ng'o'g'an nurg'un do'stlarimiz bor. Masalan, meningki oliy maktabda o'qigan bir saboqdoshim bo'lgan. Doktor, bu ajoyib iqtidorli. Kishilik munosabat deymiz, hamma taraflarda odatdagi bolalardan yuqori iste'dodi bor. Shuning uchun yangi xizmat chiqqan mezgillarda doktorxonasi uningga ittifoqqa oid xizmatlarni berdi, ma'murga oid va boshqa nurg'un taraflardan xizmat berdi. Bu xeyli tengil qoida o'tirdi. Masalan, men kelgusida ish bo'lmasa doktorxonaga muavin javob qoldigan o'xshayman. Buning uchun qanday qilishim kerak? Kasbimni tashlamasam bo'ldi va boshqa. Iqtisodiyotdan qanday qilishim kerak? Men bir qatim saboqdoshim bilan intayin astoydil suhbat etdim. Men dedim, men burun bir parcha kitob o'qigan. Bu kitobning ismi Kasb tanlash. Bu kitobda kasbning yo'llarini to'rt turga bo'lib ketgan. Birinchisi qizil yo'l, ma'mur boshliq bo'lishning yo'li ekan. Ikkinchi birisi ko'k yo'l, texnikaning yo'li. Üçüncü birisi yeşil yol, odatdagi ma'mur bo'lish, cho'ng boshliq bo'lish emas. To'rtinchisi iqtisodiy yo'l. Odam o'sha yo'llardan hamon birini tanlashi kerak ekan. Men saboqdoshim bu misolni keltirgandan keyin uning o'zi eng qiziqadigan bir kasbni tanlash, bir yo'nalishni tanlash kerakligini deb o'tdim. Natijada saboqdoshim kasbiy yo'nalishni tanlab, ma'muriy, pul tepish va boshqa barliq tirishchanliklarni to'xtatdi. Bugungi kunda o saboqdoshim o'z sohasida Xinjiang bo'yicha eng oldin qatordagi mutaxassis bo'lib yashamoqda. Yana nurg'un do'stlarim bor mening. Xil yomon emas idoralarga taqsim bo'lgan. O'zi ajoyib iqtidorli. Natijada islohot etishning dastlabki mezgilda fursat o'nkilib, har xil yangi ishdan sirtqi faoliyatlar orqali xilijiq iqtisodiy faoliyatlar shug'ullangan. Men shularning ko'p qismiga o'z vaqtida maslahat bergan edim. Sen yot dish o'ltirib idoradagi ishingni qilsang, balkim yuqori amalda bo'lishi mumkin, oson emas bunday idoraga kirish. Yo'q olmaydi, ishingni tashlab tijorat qilsang olmamdi deb. Bu turdagi saboqdoshlarimizning, do'stlarimizning bugungi kunda
erişken neticesi özünün asli vaqtda hazırlagan istidati, qabiliyeti qarga vaqtda tolumu az oldu. Nurgun kişiler tirişiş intayın muhim dep qaraydı. To'g'ri. Tirişiş muhim. Tirişsang tapasan. Ama men qarg'ulaç tirişiş tolumu ahmoqlik dep qarayman. Karxanchilikda bir atalg'i bor. Strategiyalik tanlash yoki strategiyalik orbita deydigan. Strategiyalik orbit degan nima desa, 3 chambarning kesishgan yerini tanlash. Birinchi chambar, men qig'im bor ishlar. Mening nima ish qig'im bor? Ikkinchi chambar, men qila oladigan ishlar. Mening qig'im bor ishning hammani qila olishim natay. Üçüncü chambar, mening qilishim mumkin bo'lgan ishlar. Men qilgan ishlarning hammani ijtimoiy muhit, raqobatchilarim va boshqalar qilishga ruxsat qilishni ataydi. 3 chambarning kesishgan yeri strategiyalik orbita. Her bir insan uchun aytgan vaqtda bu masala o'xshashli mavjud. Biz balalik vaqtimizda intayin büyük g'oyani tiklaymiz. Bununla medet veriş gerek. Nurgun kişiler var. Kichkina baldan so'raydi, "Nim bo'lsa olim bilmam." "Menga versan qanday olim bo'lsa?" "Dadan olim bo'lamidi?" "Va olim bo'lamsa, yaraysa." Yoshning cho'ng ishiga egishib, bu xil g'oya, bu xil o'z-o'ziga bo'lgan orbita bag'ancha reallikka yaqinlashish kerak. Bizning masalamiz shu ediki, biz har kuni nurg'un ezit quloqqa uchraymiz. Qarab baqsaq, ma do'stimiz bundaq ishni qilib ajoyib qalbi qilgan, uni qilgimiz keldi. Qarab baqsaq, aytsa yana bir ishni qilgimiz keldi. Mening yeni bir do'stim bo'lgan. Ballik vaqtimdan tatib ajoyib cho'qinatdim. Bugunga qadar cho'qinaman. Chunki intayin tirishchan va ajoyib bir ijodiy istidati var. Adam o'ylab yetmagan narsalarni o'ylab yetalaydi. Shuning bilan bir vaqtda intayin tavakkulchi. Odatdagi odamlar jur'at qilmagan ishlarga jur'at qildim. Ag'ina men ballik vaqtimda o'ttir maktabda o'qiyotgan vaqtlarimda dadam shu maktabning mudiri. Dadam bilan men do't kishib oxirisi o'ttir qo'ydim. Men mushu ag'inam ömürde ajoyib cho'ng ish qildi desam, dadam bu ag'inang ömürde hech qanday ish qilolmaydi degan. Nim to'g'risi tikishganligimni unutib qoldim, ammo ishkimiz aytadi deyishgan. Dadam bugungi kunda unutib qolgan bo'lishi mumkin, ammo men unutmadim. U do'stimiz ta bugungacha hech qanday ish qilolmadilar emas. Turmushi, hayoti intayin qiyin holatda. Masala nada? Masala bu ag'inam bir ishga shunchalik qizg'inlik bilan kirishidiki, atiga yuqib yetib, atigan qopib kash yetib, uxlamay, tamoq yemay degandek. Ammo bu ishni ya ishga davomlashtirdi, ish bitkazsa 2 yil. Undan keyin boshqa bir uning bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan yo'lnishga qarab mangadi. Men doim do'stlarim bilan paranglashgan vaqtda bizning bugun qilgan atganlarimiz bugun uchunla emas, at uchunmi foydali bo'lish kerak deb so'zlayman. Haqiqatan shunday. Bugungi dünya uçur partlab ketgan dünya. Bugungi dünya yüksek derecede ijtimoiylashgan dünya. İjtimoiylashish deganim degan gap. İjtimoiylashish degan her bir odam dunyodagi intayin tor doiradagi bir mas'uliyatni ustiga elib, imkon bor jiqroq odamlar uchun mulozimat qiladi deganlik. Burungi zamondagi, qadim zamondagi olimlar, mutaxassislarni ko'radigan bo'lsak, intayin jiq sohada tunishtirish bo'ladi. Masalan, Galiley deymiz, Farabi deymiz, bizning nurg'un olimlarimizni eslab, astronom, fizik, ximik, doktor, faylasuf, muzikant. Bugungi kunda mashhur bo'lgan, Nobel mukofotigacha mangan olimlarimizning qaysi birining ko'p sohada g'alaba qilganligini oldik? Ko'p soha emas, o'z sohasidami butun emas. Masalan, o'tgan yili Tuyuyu degan xonim Jungo'ga vakolatan tibbiy sohadagi Nobel mukofotini oldi. Biz tibbiy sohadagi olimkan deb tibbiyotga doir ham ishni so'rasak bo'lamdi, bo'lmaydi. Tuyuyuning bildig'ini intayin tor doiradagi bir soha. Ya'ni bezgak kasalning kasallik mikrobini qanday tunish. Bu mikrobni bir xil tabiiy o'tdan arab elingan tarkib orqali uning ko'payishini cheklash. Ana shu doirada Tuyuyu g'alaba qildi. Bugungi kundami barliq Nobel mukofotiga olgan olimlar qarsak, aniq yozilgan bo'ldi. Bu fizik sohasida mundaq bir nazariyani o'tirib qo'yganligi uchun bu mukofotni oldi. Biz o odamdan qo'pib, siz fizik olimkansiz deb fizikga doir hamma narsani so'rasak bilishni atayin. Shuning uchun bizning yoshlarimiz
Çoğum çoğuluş jarayonida o'zini va o'zgini to'nishni o'rganish kerak. Men doim hayotni loyilash degan bir masala to'g'risida yoshlar bilan suhbatlashaman. Hayotni loyilash masalasi meningcha 20 yoshlar atrofida boshlanishi kerak. Uningdan burun biz aqlimizni topmagan, balkim ko'p narsa o'ylayolmasligimiz mumkin. Ammo 20 yoshli bu odam to'liq bekitolmaydi. Meningcha 30 yoshlar atrofida oxirlashish kerak. Men kim? Agar siz o'zingizning hayotingizning ishvaqar bo'lib o'tib ketganligingizni, ishvaqar bo'lishning ajoyib bir baxtli ish ekanligini, shuningdek rozi bo'lganligini his qilsangiz, sizning qilgan atganlaringiz, o'rganganlaringiz, qobiliyatingiz, savodingiz shuni qo'llaydigan bo'lish kerak. Agar siz olim bo'lish qaror qilgan bo'lsangiz, olim bo'lishga loyiq ishlarni qilishingiz kerak. Bizning masalamiz qanchalik narsani bilishda, qanchalik narsani qila olishda, qanchalik doirada ta'sir ko'rsatishda emas. Bizni 20 yillik oliy maktabni bitirgan bir qitimlik yig'ilishimizda bizningki bir muallimimiz, keyin u odam mamlakatlik akademiyaning akademiki bo'ldi, demak olim bo'ldi. O'ttirg'i chiqib 80 yoshga berib qolaydigan odam. Bizga so'zlagan vaqt shundoq degan. Bolarim, hayot intayin qisqa. Hayotda odam birli ishni yaxshi qilish kerak. Birli ishni. Men hayotimda og'riqni tadqiq qildim. Og'riq sezimini tadqiq qildim. Shuning uchun shu sohada ozroq natija qozondim. Sizlarning hayotinglarni bir ishqa, bo'lsa mumkin bo'lsa tor bir ishqa yig'ishinglarni umid qilaman. Shuning uchun biz butkul jamiyatimizda har bir odamga nisbatan aytganda asta-asta o'zini to'nish tavsiyasini berishimiz kerak. Hayot shundoq bir safarki, ma boshdan kirib, a boshdan ketamiz. Hech kimning oldin praktik qilib olish imkoniyati yo'q. Normal hayotda biz oldimiz qarab mangayveramiz. Tug'ilimiz, o'limiz tek yo'nalishlik safar. Bu safarda har birimiz erishgan qo'limizdagi ko'zur intayin cheklik. Vaqt olsun, ijtimoiy munosabat olsun, iqtisod olsun va boshqa narsalar. Biz bularni imkonba bir fokus nuqtasiga yig'ib, qildigan, natija chiqadigan yo'nalishga boshlashimiz kerak. Ijtimoiylashishning natijasi asta-asta odamlar to'pida intayin kuchli raqobatni o'ttirib chiqardi. Bu xil raqobat har bir odamdan o'z sohasida, o'z qilayotgan ishda yetarlik bilim, yetarlik tajriba, yetarlik savod, yetarlik ijtimoiy munosabat, yetarlik ishlatkili bo'lgan ko'zurga ehtiyojli ekanligini uqtirdi. Shuning uchun hech qaysimizning o'z hayotimizni buningga chachadigan, o'xshamaydigan narsalar uchun isrof qiladigan haqqimiz yo'q. Biz har qanday ishni qilishda, hayot yashashimizda, mayli o'g'il qiz muhabbatlashib to'y qildigan bo'layli, mayli xizmat, igilik tiklash va boshqa ishlar bo'layli, oldirmay qaror qilish, atrofli izdinish, keskin qaror qilgandan keyin qat'iy yonmaslik, har kuni, har vaqt doim o'zimizning kuchini o'xshash nishonimizga, o'zimiz yetmoqchi bo'lgan shu nishonga qarab sarf qilishni o'rganishimiz kerak. Shuni bilishimiz kerakki, har bir odam bu dunyoga tug'ilgan vaqtda tarixdan buyon kammagan, buningdan keyin kammaydigan birdan bir hech kimga o'xshamaydigan mavjudiyat. Hammamizning vujudida hech kim tankilanmaydigan bir energiya, hammamizning atrofida hech kimga o'xshamaydigan bir kuch bor. Biz bu kuchni to'plashimiz, yig'ishimiz, o'xshash bir nishonga ishlatishimiz kerak. Ana shu vaqtda biz o'zimiz umid qilgan ashindaq g'alabaga yeta olamiz. Mening demoqchi bo'lganim shunchalik. Ko'pchilik rahmat. Erkinkam'nınki sarxil notuğuga mata, yani Erkinkam özününki hayatında hazır keyce toplanan tecrübeleri ve yekünleri arkalık naiti yukarı seviyedeki neziriyevi notuqta birini sözlep verdi. Erkinkam'nınki muşundak ilmi hayatı arkalık çıkagan ilmi notuğu ve ilmi yekünlerine yeni bir kıtım rahmet ediydi. Rahmet. Bizning tövende o'tirgan savodashlar savollarni so'rabdi. Ya'ni hozir jamiyatning taraqqiy qilishiga ergishib, pul bo'lgancha intayin muhim o'ringa o'tib ketdi.
Şuңaşqa zadi bir adam üçün arzu arman muhimmi yoki pul muhimmi degan bir savol bor ekan. Nayt obdan savol bo'pti. Bir necha yilning oldida shu Changjiang tibbiy universitetida o'qiganlik sababidan biz Shaminga berib Li Jiaqing degan odamningki suhbatga qatnashdik. Bu odamning bir eg'iz gapi bak ta'sir qildi menga. Bu odam dediki, sen pul tepishni o'ylamay, o'zingning ishini ko'ngil qo'yib qilgan vaqtingda pul seni izlab keldi. Men bu qonuniyatga ishonaman. Men nurg'un so'rovlarda korxonchilar bilan yoki yosh do'stlar bilan so'zlashganda ochiq gapim dedim. Masalan, ikki oshxona va deyli qo'shna lag'man sotadi. Birisi başdan oxir xiridanni yanchiq qaraydi. Shu qancha pul bordi? Chiqroq pul tashlab kelsa yaxshi bo'ladi deb. Ikkinchi birisi men xiridaga tamlik, yaxshi, sog'lom, osh xirida xo'sh yo'g'dak bir lag'man bersam bo'ladi deb o'ylaydi. Har ikkilisini haq puldirib yeydi. Shuning uchun pul tepish maqsad emas. Pul tepish bizning astoydil ish qilganligimizning, mushu jamiyatga yarg'anligimizning, kishilarning ma'lum sohasidagi ehtiyojini qondirib, shu kishilar o'zi xohlab pul bildigan holga yetganligimizning natijasi. Meningcha pulla ishning munosabatini mushtaq o'ylash kerak deb o'ylayman. Rahmat. Bundaq bir savol bor ekan. Hozir yoshlar bilan ota-onalar o'rtasida yoshlarning egilik tiklash ro'yi bilan ota-onalarning hukumatning to'mir daftariga kirsa degan ideyasi o'rtasida ziddiyat mavjud. Bu ziddiyatni qanday hal qilish kerak debdi. Bu endi uzoqdan bir ba'zi diyat. Buningdan keyin bo'ladi. Meningcha yenilanmayman deganga o'xshash konkret ahvolni konkret tadqiq qilish kerak. Ota-onalar yoshlarga qaraganda jiqni ko'rgan. Ata-onalar ballarınınki istiqbalini o'ylaydi. Eg'ir kunga qilishidan ansiraydi. Ata-onalarninki o nuqtasini aytgan vaqtda biroz turaqliq, muqim bo'lgan istiqbol farzandlar uchun muhim. Ammo yoshlar ata-onalarga qaraganda yangilikni tez qabul qiladigan, yangi narsalarga intiladigan bo'ldi. Bu xil tavakkulchilik ro'yini biz tashabbus qilishimiz kerak. Shuning uchun bizda bir turkum yoshlar asta-asta igilik tiklash ishlariga ko'ngil bo'lish kerak. Bu jihat tadqiq qilish kerak. Ammo masala shu ediki, men boyatni deb o'tganga o'xshash aldiraqsanlik arzimaydi. Bizning nurg'un yoshlarimiz xuddi bir ishni o'ylaganda mushabtida qilyapmisa, mushayda qilyapmiz, bo'lmaydigandek. Men bir qism korxonchilar bilan so'zlashgan vaqtda ashtaq bir gapni deyman. Mablag' solishning, bir ishni boshlashning hech qachon modus bo'lmaydi, vaqt o'tkazish bo'lmaydi. Biz yetarli tayyorlik qilishimiz kerak. Masalan, oshxona ochdim deb igilik tikilmoqchi bo'lgan odam bo'lsa, bir necha yil yaxshi yurgan oshxonalarning o'xshamagan yerlarda berib ishlash kerak. Do'kon ochdim yoki boshqa ish qiladim, yumshoq detal deganlarmi, shu sohani obdan tushunish kerak. Hozir qanday, kelgusi qanday, uzoq mazgildan keyin qanday bo'ldi? Buning istiqboli qanday? Ehtiyoj, bozor ehtiyoji qanday? Raqobatchilar qanday? Mening iqtidorim qanday? Bularni obdan tushungandan keyin ondan igilik tiklash yo'liga maqsad texim yaxshi bo'lish mumkin. Assalomu alaykum Erkin bom. Va alaykum assalom. Siz yaxshimisiz? Tomoshabinlar yaxshimisizlar? Mening ismim Shirali Mamat. Men Xinjiang Pedagogika universitetida bitirgan, psixologiya o'qigan. Hamda ustozim sizdan so'raydiganim, mushu bizga o'xshashmishlar yaxshi bolalarning oliy maktab o'qiyotgan va maktab yangi bitirgan vaqtlarda mazad qanday ishlarni qilsam bo'lar, qanday kasblarni tanlasam bo'lar deganga o'xshash tang'irqayotgan. Mushuna vaqtda o'zini tanishda qanday o'zini texim yaxshi tanig'ili yoki qanday usullar orqali mushu yoshlarimizga o'zini haqiqiy tanishga yordam bergili yoki to'g'ri bir yetakligili bo'ladiganligini bir so'raydigandim. Ma'lumotni aytganda kasbdoshkamiz, men psixika qiziqman. Fursat bo'lsa u to'g'riliqni paranglashamiz. O'zini tanish masalasida bu bir murakkab masala. Har bir odamning o'zini tanish jarayoni nurg'un uchurlarni qabul qilish. En muhimi nurg'un kechirmishlar jarayonida bo'ladi. Bizning o'zimizning tanishimiz oldi bilan bizning qaysi ishni yaxshi qila oladiganligimizni bayqash orqali bo'lish kerak. Agar meni boksyor chiqib qo'ysa bo'lmasligi mumkin. Toza biligim yetarli to'mpay emas degandek. Biz o'zimizning ortiqchiligimiz nada? Kamchiligimiz nada? Tanishimiz kerak. Tanishning jarayoni nima desa ish qilish. İnsan öyde oturup o'ylash orqali buni qila olmaydi. Ish qilish orqali qila oladi. Men o'rta maktab bolalari bilan oliy maktab bolalari bilan so'zlashgan vaqt shunday bir narsani degan. Bir qism bolalarning natijasi yaxshi, nima yaxshi ekan, qiziqadi ekan. Ba'zilar qiziqmaydi ekan, shunga yaxshi emas ekan. Men ta'tirmikin deyman.
Onun neticesi yaxşı olğaş qiziqidi. O qiziqqaş yaxşı bo'ldi emas. Shuning uchun biz kichikgina bir ishni qila olsak, o'zimizga bir madad bo'ldi. Bir ilgirlash bo'ldi. O'z qimmatimiz ashuda o'z qalbimizda. Neticede bu iş qiziqimiz. Neticede asta usta olamiz. Ma'lum bir ishni qila olganligimiz yolg'iz tug'ma, onimizdan kelgan istidat tufaylidir emas. Eng muhimi mush ishni ko'p qatim qilganligimizdan. Shuning uchun bu o'zimizning tunishdagi intayin muhim bir halqa. Biz o'zimiz ortiq degan narsani ko'plab qilib, natija qasdini chiqarishimiz kerak. Undan boshqa biz o'zimiz qilmoqchi bo'lgan ishda, masalan, ota-onamiz, atrofimiz, iqtisodiy kuchimiz va boshqa foydalaniladigan barliq imkonlardan foydalanish. Üçüncü birisi, biz mayli qandaq sahada ish qilaylik. Bu işimizni ijtimoiyat, jamoat, to'pliq e'tirof qilishi, uningdan manfaatlanish kerak. Shuning uchun bu jarayonda yosh do'stlarningki amaliyot jarayon tajriba to'plashini qandaq anglab olgan gap yoki bir kitob orqali buni qila olmaydi. Biz asta-asta amaliyot jarayonida tadqiq qilishni umid qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Xinjiang universitetidan mushu yaqinda ingliz tilidan bitirdim. 4 yil o'qib, qat'iy mushu qiziqmayligimni his qildim. Lekin shu vaqtida uydagilarning mush orzusi bilan tanlagan bu kasbni. Asli o'zimning orzuyim usulchi bo'lish shunday yaxshi ko'ratdim. Lekin hozir bu vaqtlar o'tib ketdi. Men hozir mening savolim shu menga o'xshash mushtaq yosh bolalarning har xil tanishiga ta'sir ko'rsatayotgan masalan uydagilarning orzuyi degandek, ondan mening o'zimning qiziqishi, jamiyatning talabi, masalan qanday qilsam bir to'g'ri yetaklashga bir erisha olayman degandek mushtaq savol. Singlimizningki so'ragan savoli amaliyotda biz shu kasb tanlash, o'zimizni tonish, o'z orbitimizni bekitish jarayonida hammamiz duch keladigan intayin yadroliq bir masala. İçimizde bir o't var. Ma'lum bir ishni qilg'imiz bor. Ammo sharoit, obyektiv ahvollar bunga yo'l qo'ymaydi. Qanday qilish kerak? Amaliyotda mundaq bir narsaga ishonish kerak inson. Yaxshi ko'rish degan nima? Yaxshi ko'rish degan shu ishni qilib bir g'albi tuyg'usiga erishgandan keyingi ta'sirot. Biz vaqtning o'tishiga ergishib, o'zimizning masalan vaqtimizning o'tganligi, Ali maktabni bitiray deb qoldik. Mundaq ahvol ostida o'zimizni qoyil qilish orqali jamoat uchun, ko'pchilik uchun foydasi bo'ladigan, o'zimiz yaxshi qilib keta olish imkoniyati bo'lgan ikkinchi bir sohani tanlashga tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Biz nima uchun shuncha vaqt sarf qilib, shuncha kuch chiqarib do'stlar bilan hayotni loyihalash masalasi haqida so'zlashimiz? Chunki bu oson ish emas. Birisi ichimizdagi shu xil havas bilan reallikdagi amaliy tanlash o'tirisidagi munosabatni qanday hal qilish. Ammo vaqtning o'tishiga ergishib, asta reallikka yuzlanish kerak. Shuning uchun sizning qiladigan muhim ishingiz navbatda o'tmishga emas, kelgusiga qarash. Oldimizda o'zimning hozirlagan shart-sharoitim, jamiyatning ehtiyoji va boshqa taraflardan aytgan vaqtda men qaysi sohada qanday qilib o'zimning rolini yaxshi ijro qila olaman. Masalan, sizningki Uyg'urchani yaxshi bilishingiz, Xanzuchani yaxshi bilishingiz, inglizchani yaxshi bilishingiz bu bir ortiqchilik. Bularning hammasini birlashtirib qiladigan ish bormi? Chiqish mumkin. Bu haqda o'ylanishning o'zi sizningki o'z orbitingizni bekitishda cho'ng yordam bo'lishi mumkin. Rahmat. Menimcha Erkinkam yaxshi muhokama qilib berdi. Boya Erkinkam aytdi, ya'ni o'zi asli shoir bo'lmoqchi ekanti. Lekin keyin oliy maktab chiqqandan keyin o'zining she'r yozamaydiganligini bayqabdi. Menimcha buni men xato tuyg'u deb qarayman. Erkinkamda shunda o't bo'lgan ekan, cho'qim yaxshi she'r yoza oladi. Bug'da doktorxonasi intan yaxshi yozilgan bir she'r. Assalomu alaykum, Erkin muallim, yaxshimisiz? İsmim Adila. Yaqinda Xinjiang Yezgilik Universitetining hayvonot meditsinasi kasbini bitirdim. Amaliyotda o'quvchilar 4 yil o'qib, o'qish bitirgandan keyin yurtim qaytmay yoki xizmat qilmay, endi o'z-o'zimga tayinlagan vaqtim keldi deb xushal bo'lish kerak. Men qat'iy unda xushal bo'lish nimasim bo'lmadi. Bu mening kasbim qizlarga qat'iy mos kelmaydi. O'zim yaxshi ko'rmayman. Tirishib qilib baqdim, lekin qila olmaydi ekanman.
ishtimishlarni ko'rsam qo'rqaydi ekanman, qachir ekanman, vaqiraydi ekanman degandek. Shunga o'zim qiziqadigan ishni qilay dedim, lekin nimani qiziqadiganimni bilamadim. Ani qilsam qig'im bor. Qilmayman, menimi qig'im bor, yana qilmayman. Endi nima ish qilsam bo'ldi? Adila singlimizning o'tirib qo'yg'ini hozirgi vaqtda Ali maktabda o'qiyotgan, Ali maktabni bitirgan nurg'un yoshlarimizni bulayotgan bir tengirqash. To'g'ri tushunishga bo'ldi. Yuraklik aldı shuncha odamning oldida o'zining bundaq tengirqashni o'tirib qo'yishmi, singlimizning batur ekanligini tushundirdi. Mushuning o'zi meningcha sizningki yaxshi tanlash qarab manganligingizning bir ifodasi. Chunki siz istiqbolingiz haqida o'ylanyapsiz. Buni hech qanday sirtdan bir odam sizga aniqsan yaxshi, maniqsan yaxshi deb bermaydi. Qanday bo'lishdan qat'iy nazar, siz oldimizdagi ma'lum bir vaqt ichida o'zingiz yaxshi qila oladigan, jamiyat uchun ehtiyojli bo'lgan bir sohani tanlashingiz kerak. Sizdingiz bayatin qildim, yaxshi qilolmadim deb men unda qaramayman. Siz tek Ali maktabni endi bitiribsiz. 4 yil, 5 yildan buyon o'qiganingiz tek o o'qish jarayoni. Siz tek qimidingiz. Endi qimmoqchisiz tek. Ali maktabga kirib yangi o'rgangan vaqtimizda nurg'un saboqdoshlar bo'lib, qiz saboqdoshlar jasadni ko'rgan vaqtda operatsiyaga kirib qonni ko'rganda ushdan ketganlar bor. Men qilolmaydi ekanman, doktor bo'lamaydi ekanman deb. Kudu ko'psini ko'tarib ketganlar bor. Ammo ash ketmaganlar. Davomlashtirganlar bugungi kunda jasadni qo'rqmaydigan, qonni qo'rqmaydigan intayin yaxshi doktor bo'lib chiqdi. Sizningki ishtimishlardan qo'rqishdan iborat bu xil psixik ojizligingiz tufaylidan o'zingiz 4 yildan bir o'rganib hozirgacha boshqalarga qaraganda eng yaxshi egallagan bir kasbning yo'liga mangmasligingiz meningcha xatolik. Chunki siz oldingizdagi hayotingizda ishtimishdan qo'rqishdan iborat bu xil ojizlikni yengishga qaraganda intayin cho'ng bo'lgan besimlarga, qarshiliklarga, qiyinchiliklarga uchraysiz. Siz ishtimishdan boshlashingiz kerak meningcha. Mayli siz hayvonot doktoru buling yoki bo'lmang. Oldi bilan sizning qildigan ishingiz o'zingizning mushu psixik ojizligingizni yengish. Hayotda inson o'zini yengaligan vaqtda aningdan keyin hayotini yaxshi o'rinlashtira oladi. Agar siz bu jangda mag'lub bo'lsangiz, men qilolmaydi ekanman, men qo'rqidi ekanman degan qizval tursam, qo'rqishim normal deb mag'lub bo'lsangiz, o'zingizga bo'lgan bahoyingiz to'vallaydi. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz to'vallaydi. Shuning uchun meningcha siz buni yengishingiz kerak. İkinci bir tarafdan aytgan vaqtda, uzoq kelgusini aytgan vaqtda, men bu öy hayvonlarini davolash kasbining intayin yaxshi istiqboli bor deb qarayman. Nurg'un saboqdoshlar hozirda tibbiy maktabda o'qigan bolalarmi, "Aysi, men o'rganmaydi, hayvon davolashni o'rgansak-chi, yaxshi yo'lga davatganlar bor. Sizga havas qilayotganlar jiq. Men sizni cho'qqin ishni qilishingiz kerak demoqchi emas, o'zingizning tanlashi. Ammo agar siz bu xil ojizlikni yengib, mushu yo'lda mangalisingiz, boshqa kasblarni o'qigan saboqdoshlar qarg'a vaqtda raqobat biroz oz bo'lgan, oson qiladigan yo'lga menishingiz mumkin. Hayvonot doktori ayol kishi qiz bola bo'lsa bo'lmaydi degan gap yo'q. Intayin bo'ladi. Nayt bosish men nurg'un hayvonot doktorlaridan ko'rgan ayollar intayin yaxshi g'alaba qilgan. Shuning uchun bu vaqtda oldimizda o'zingizning o'ylashib, to'g'ri qaror chiqarishingizni umid qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum aka apandim. Mening ismim Nijat Yasin, igilik tikligan oliy maktab o'quvchisi. To'liqsiz 2-yilda o'qiyotgan vaqtimda men mush internetdan Erkin apandining Kuchanaya 4-o'tirda so'zlagan bir qatimliq nutqini anglagan. Shu nutqdan keyin mening ideyarimda bak cho'ng bir burilish bo'ldi. O'zim ustida o'ylandim. Özümün arzusu, yani igilik tiklash, karxanchi bo'lishdan iborat bir arzusi uchun tirishchalik ko'rsatishga bel bog'ildim. Buningki dastlabki asosini, dastlabki bosqichini puxtalash uchun men bir tarafdan to'liq o'tirib o'qishim tamomlagach, yana bir tarafda igilik tiklash sinflarida kasbiy bilimlarni o'rganib, oxirida to'liq o'tirib bitirgandan keyin igilikimni tantiklab, bugungi kun keldim. Shunga men savol so'rashdan burun Erkin apandiga, ustozimga eng cho'nqur hurmatimni bildirmay rahmat sizga. Karxanchi bo'lish mening arzuyim. Men arzuyimga yetish uchun nurg'un javr jafolarni tatdim. Lekin bu javr jafolar menga bir tarafdan yana xo'shallik keldi. Lekin
keyingi hayot musofamda hayotdan huzurlanish faqat mushu javr jafolardan kelgan xushalliqdan derak bermaydi men uchun. Shunga hamda savolim biz bundan keyingi hayot musofamizni loyilashda mushu nishonimizga yetish uchun ko'rsatgan tirishchiligimiz, jafolarimiz bilan mushu hayotdan huzurlanishni qanday moslashtirishimiz kerak? Chunki mening chiqib aytganda hayotni bir ma'niga ega qilish, hayotdan huzurlanishni ayirib qoldirib bo'lmaydi. Mushton bir javob bergan bo'lsangiz rahmat. Rahmat. Nijatni To'nolayli kelgusidagi mashhur korxonchimiz. Munda kichik turib ish boshlaganlar jiq emas. Meningcha Nijatning istiqboli va kelgusida. Nayt obdan savol bo'ldi. Ya'ni biz hayotda qantara qo'zishimiz kerak. Bedel to'lashimiz kerak. Jafo chekishimiz kerak. Boshqalarning ehtiyojini qondirishimiz kerak. Ammo shuning bilan bir vaqtda o'z hayotimizni qanday ma'nilik o'tkazish jihatini o'ylashimiz kerak. Buning ichidagi masalaning birsi, halqiliq masala nima desa, biz qilayotgan ishimizning o'zidan, jarayondan huzurlanishni o'rganishimiz kerak. Men o'tirib maktab bolalarga so'zlagan ashlar bir gapni qilgan. Ba'zan bolalar bor, xap, jabbahim jafo chekib fatma, intayin jafolik o'rganib yaxshi natija qozondim. Ammo mushu jafoni qachon qish tatama deb. Ammo biz o'rganishning o'zida rahat olsak, bilim olish, savod olish, tushunishning o'zida rahat olsak, o'rganish jarayoni o qadar jafolik tuyulmasligi mumkin. İkinci bir mesele, gap bizning qanchalik jafo tatishimizda emas, gap bizning qanchalik unum qozonishimizda. Shuning uchun biz jafo tatish bilan bir vaqtda, men bu yerda deb o'tgandek, oila va ijtimoiy munosabat hammasiga vaqt ajratishimiz, ko'ngil qo'yishimiz, yolg'iz igilikni yo'g'ontiman, pul topaman, ish qilaman, o'zimni beg'ishlayman deb o'zimizni unutib qolmasligimiz kerak. G'arb dunyosi bilan sharq dunyosida bu masalada ajoyib cho'ng farq bor ekan. G'arbliklar hatto oila va normal ishlar uchun nurg'un igilik jihatdagi, o'zining xizmat jihatdagi ishlardan voz kechalaydi ekan. Sharq bundoq emas. Biz qanday qilib o'ttira holatni saqlash, o'ttira holatni saqlash. Ham uni qo'ldan bermaslik, ham buni qo'ldan bermaslik. Albatta bu oson ish emas. Men devatim Mehmet Hamdi yaqindan buyon his qilib tirishchilik ko'rsatyapman. Nijat enim yaxshi tarbiya berdi. Men shunga tirishim birliktirishadi. Rahmat. Bu cemiyetimizden yakından bu yana oynayotgan kızık noktası, bütün insaniyetinin kızık noktası menimce. Turmuşun huzurlanış, növbetdeki muhim yöneliş buluşu mümkün. Assalomu alaykum, erkak yaxshimi? Men ismim Farida, sestra bo'lib ishladim. Ayni vaqtda bu kasbni tanlashimning maqsadi bo'lsa, uydagilarning nazarida sestra degan oson xizmat topadi deganligi uchun ham u vaqtlarda mening biror kasbga bo'lgan qiziqishim yo'q. Shu ma'qul deb o'rgandim. Hozir ishligim 4 yil bo'ldi. Lekin bu 4 yil jarayonida mening bu kasbga bo'lgan qiziqishim yo'q. Hammamiz bilamiz bu kasb pek jafoliq. Kecha kunduz ishlaymiz. 4 yil jarayonida men o'yildimdan ishlamayman bo'ldi deb. Lekin bu tashviqga jur'at yo'q. Ham bir ishni noldan boshlashdan qo'rqdim. Jamiyatimizda hozir bunday yoshlar jiqrab, hozir qilayotgan ishlarga qiziqmaydi, lekin bu xizmatni tashiyotmaydi. Qiziqmaganlik uchun voyaga yetkazib ishlayolmaymiz. Ammo o'ttirda qolgan yoshlar bos soat qanday qilish kerak? Menimcha Farida singlimiz o'ttirib qo'ygan ikki masala. Birisi qiziqish, havas. Qiziqish ajoyib qiziqarli narsa. Qiziqish uzluksiz davomlashadigan narsa emas. Bizda g'alaba qilish uchun o'z orbitimizni bekitgandan keyin voz kechmay uzoq mazgil shuning keyindan menish kerak deb. Bu jarayonda qiziqmaslikni yengish masalasi bor. Chunki siz qiziqqan narsaga bir mazgil, voy siz boshqa qiziqmaydi ekansiz, ota-onangizning majburiyati. Ba'zan qizlar va ajoyib qiziqadigan, sestra ochashlariga bak havas qildigan, bak pokiz holatlarni kiyib, tilsa shunda yaxshi, chiroyli qizlar havas qildiganlar. Bir mazgil ishlagandan keyin kunda o'xshash ish qilamiz. Har kun aytganda ish qilamiz, shuni qilamiz, takrar, asta odamning qiziqishi tuvallaydi. Men bu o'zimningki mayli erlikshunaslik jihatdagi davolashim tadqiqotim, mayli bog' doktorxonasining boshqarish jarayonida bo'lsin, qancha qitimlab qiziqmagan vaqtim bor. Qancha qitimlab o'zim bilan o'ltirib, yana mushlab o'zim bilan o'zim nim bola qolgan odamman bu, deb qiynalgan vaqtlarim bor. Masala shu qiziqmaslikni biz qanday yengamiz? Qanday takrar o'zimizni qoyil qilib, men bu ishni qilishim kerak degan masalada oldimizga boramiz. Bu hammamiz o'ylanishga tegishli masala.
Hamma ishda insonning qizg'inligi uzluksiz holda ichidan chiqib uzoq mezgil davomlashmaydi. Bizning g'albi qilish qilmasligimiz dal ayni shundoq odamdagi ojizlikni qandoq yengishda. Albatta, ikkinchi bir tarafdan aytganda, Farida singlimizga o'xshash mushu yosh vaqtda yanılı bizning tanlash imkoniyatimiz bormi bor. Siz chuqum sestralik maktabda o'qibsiz, siz doktorxonaga taqsim bo'libsiz, bir umr zodi sestra bo'lishingiz kerak degan unda xulosa yo'q. Masala siz qanday qilib o'zingiz yaxshi qilish imkoniyati bo'lgan. Hem jamiyatning shundoq ehtiyoji bo'lgan, hem hozir sestralik qaraganda oson zirikib qolmaydigan. Uningda biz zirikib qolishingiz mumkin amma. Bir ishni o'ylashingiz kerak. Boshqa ishlar jiq hozir. Masalan, tibobatga doir nurg'un yaqin sohalar bor. Sestralar boshqalar qaraganda yaxshi qila oladigan sohalar bor. Siz ko'rgan sestralik tarbiyasi foydasi tegadigan. Bular haqida izlanishingiz kerak. Masalaning halqi suyadiki, yaxshi ko'rmadim deb oldi bilan tashlab bitib, uning keyindan texim yaxshisini topolmay, uning keyindan kelib qaytadan qilishning o'zi qamlashmagan ish. Biz yaxshi o'ylashib men bayatim degandek, astoydil o'ylashib oldirmay qadam besishimiz kerakki, uzoq vaqt bardoshlik berishimiz kerak. Mayli har qanday tanlashda. Bu odamningki bir umrda g'albilik o'tish yoki o'tmasligidagi alqiliq masala. Rahmat. Erkinkam bu savolga inchik javob berdi. Ya'ni menimcha xuddi qiziqishmi vaqt bo'lgan o'xshash, qiziqmaslikmi vaqtliq. Rahmat. Bugun menimcha nihoyatda yaxshi bir fikrlash jarayoni bo'ldi. Ya'ni Erkinkamningki 20-30 yillik tirish jarayonidagi erishgan xulosalaridan biz bahralandik. Shundan birga biz o'xshamagan nuqtadan Erkinkamdagi nurg'unlagan ideyalarni qazdik. Demek bizning jamiyatimiz shunday yangi ideya va tafakkurlarga muhtoj. Bugungi programmamizdagi bosh temasi bo'lsa, ya'ni o'zni tonish va hayotlik. Biz xuddi boshda aytgandek, bir odam o'zni tonish jarayoni, uniki butkul hayotining izlanish jarayoni. İlgiri bizningki qallamizda shunday bir uqum bo'lgan bo'lishi mumkin. O bo'lsa-mu biz zodi ma'lum doiraning ichida, ma'lum vaqtgacha o'zimizni tonishimiz kerak deydigan bir ideya bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi jamiyatning taraqqiyoti bizga shunday bir besimni paydo qildi. O bo'lsa-mu xuddi o'rganishni biz mangulik o'rganish qilishimiz kerak degan uqumga aylantirgan o'xshash. Menimcha biz o'zimizni izlashnimi, cho'qim mangulik izlashga aylantirishimiz kerak. Shunga bizning butkul hayotimiz o'zimizni izlash, bayqash, ondan o'zgacha hayot yaratish jarayoni bo'lishi mumkin. Ko'p rahmat, kelar sonni ko'rishaylik.